Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar uchun mini g'oz zavodimiz, ya'ni gidrosilindrli benzin asosida ishlaydigan apparatimizni qisqacha obzor qilib o'tamiz do'stlar. Manzilimiz esa Qo'qon shahar. Bu apparatimizni qashqadaryolik akalarimizga yasab bitirib berganmiz. Xo'p, hozir 3 ta odam ishlayapti bu apparatimizda. Ya'ni blok razmerda bittadan chiqaryapti. 30 ga 40, podyomi esa 10 razmerda. Bir kunda 1,5 mingtadan 2 mingtagacha ish chiqarishyapti 3 kishi. Mana o'zlarining ishlarini ham ko'rib turibsizlar do'stlar. Kimgadir shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, telefon nomerlarimizni ekran tagida qoldiryapmiz. 1158 ga bemalol aloqa qilishlaring mumkin. O'zbekiston 12 viloyatga, qo'shni davlatlardan Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Kimgadir benzinlisi, kimgadir solarishli, ya'ni dizelnisi, kimgadir esa elektriskiy, ya'ni 3 fazaga ishlaydigan kerak bo'lsa, muammosiz yasab bitirib adresingizgacha yetkazib beramiz. Har bitta detali yangi bo'ladi, 1 yil garantiyali do'stlar. Kimgadir kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Faqat bizda bu apparat emas, barcha turdagi apparatlar mavjud. Hozir mana g'ishlarni o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Somon blok, ya'ni bemalol buni bitta odam qurgandan keyin yanada ko'tarish oson bo'ladi. Xo'p, kimdir ikkitalik qilmoqchiman desa, standart razmerda yoki paltara razmerda yoki 14 ga 20 kimgadir kerak bo'lsa, istalgan razmerda qilib beriladi. Kichkinaroq bo'lsa razmeri g'ishti ikkitalik bo'lsa yanada yaxshi bo'ladi. Bu hozir bittalik chiqaryapti, bu razmeri o'zi katta razmer uchun bittalik qilib berganmiz. Narxlarni ham kelishilgan holda arzon qilib yasab bitirib beraveramiz. Kimgadir shunaqa apparatlar kerak bo'lsa do'stlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu qashqadaryolik akalarimizdan bu ish jarayoni sizlarga o'ylaymanki ma'qul keldi. Mana o'zi ancha g'ish quyib qo'ygan betda bemalol spokойно ishlaganda 1,5 mingta chiqaryapti. Yaxshi ishlasa harakat qilib 2 mingtagacha chiqaryapti deb aytishyapti akalarimizni o'zlari. Xo'p, Qashqadaryoning qaysi tumanidan aniq bilmayman, esimda yo'q. Bu nomerlari bor.